hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay O'rta Osiyo bilan bo'lgan kelgusidagi hamkorlikning yangi planini tuzdi. Tajovuzchi Xitoyning Zuani yer shari vaqti to'rining 17-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping dushanba kuni ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inidan ilgari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ko'rishgan. Xi Jinping Jungo Qozog'iston bilan hamkorlashib, ikki davlat munosabatining muqimligi va aktiv energiyasi bilan rayon va dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga texmi ko'p tuhfa qo'shadi. Jungo bilan Qozog'iston yadrolik manfaat va asosiy ko'ngil bo'lgan masalalarda davomli bir-birini qo'llab, o'zaro bog'lanib, taraqqiyot strategiyasini ilgari surishda turtkilik bo'ladi. Jungo bilan Qozog'iston haqiqiy ko'p taraflamalikni yo'lga qo'yib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'rtaq manfaatini qo'g'daydi degan. U har ikkala davlatning qonun ijro qilish va mudofaa almashtirishni kengaytirishga, atalmish terrorlik, bo'lginchilik va oshqo'liqqa o'rtaq zarba berishga chaqirgan va ikki tarafning o'zaro ulanish, yuqori texnikalik hamkorlik va yeşil energiya taraqqiyotini ilgari surish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning Zuani Xinhua agentligining xabariga qaraganda, u Xitoyning Qozog'istonni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan xalqaro sistemani va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'dashga chaqirgan. To'qayev Xitoy Qozog'istonning do'stona qo'shnisi, yaqin do'sti va ishonchli hamrohi degan ikki rahbar hamkorlik hujjatlarini almashtirish murosimiga qatnashgan. Xitoy va Qozog'istonning davlat bayrog'ini ko'targan Qozog'iston yoshlari va bolalar Shining ziyoratini qizg'in qarshi olgan. Qozog'istonning Xitoyda turishliq bosh elchisi Shahrat Nurishev yaqinda yer shari vaqt gezisining maxsus ziyoratini qabul qilganda, Xitoy Qozog'iston munosabatining orqasidagi eng muhim harakatlantirgich kuch prezident diplomatiyasi. U Xi Jinpingning bu qatimqi ziyorati ikki tarafdagi hamkorlik uchun yangi ufq ochadi degan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlarining kundan-kunga rivojlanib cho'nqilishayotgan O'rta Osiyo davlatlarining manfaatiga ziyonliq bu munosabatni 17-iyun kuni qattiq ayblab axborot e'lon qildi. Astana xitobnomasi va Xitoy shartnomasi O'rta Osiyo taqdirini Sharq Turkistonning taqdiriga aylantirdi degan temada e'lon qilingan axborotda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati ikkinchi qatimliq Xitoy O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'inidagi Astana xitobnomasi va abadiy yaxshi qo'shnilarchilik, do'stlik va hamkorlik shartnomasining imzolanganligini qattiq aybladi. Bu hujjatlar haqiqiy rayon diplomatiyasiga vakillik qilmaydi. O'rta Osiyoning qurilmasi jihatdan Xitoyning zolim jahongirlik sistemasiga tava burilish nuqtasini ko'rsatadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston qatorliq davlat hukumatlari abadiy do'stlik va hamkorlik va'dasini berib, Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan birlashib, Beyjingning iqtisodiy, siyosiy, texnika va bexatarlik qurilishi qatorliq jihatlardagi kontrol qilish doirasi bilan zich moslashdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtuminali Apandi bu imzolangan kelishimnomalar O'rta Osiyoning egilik huquqini qo'llamaydi, balki O'rta Osiyo davlatlari Xitoyga taslim bo'ladi. Bu xil xiyonat kelishimnomalarini imzolash orqali O'rta Osiyo hukumatlari Xitoy jahongirligiga strategik bir taslimiyat orqali mustaqilliklarini yo'qotib qo'ydi dedi. O'rta Osiyo davlatlari Beyjingning ideologiyalik tilini atalmish bir Xitoy prinsipi va atalmish bo'lginchilikka, terrorizmga, oshqo'liqqa qarshi turish prinsipini qabul qilib, Xitoy bilan o'xshash o'qituvchiga aylanib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olish, mustamlikasiga aylantirish, Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishini qo'llash, yo'chiq yaratib berish bilan to'xtab qolmaydi. Ular Xitoyning Sharq Turkiston xalqining kimligini qo'g'dash, terinish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, qonunliq ko'rishini qonunsizlashtirish uchun qo'llangan bayonlarni qabul qilib, o'ziga singdirdi. Moyatda bunday qilish bilan bir vaqtda Xitoy rayon bexatarligi va muqimligini bahona qilib, asta-asta O'rta Osiyo jumhuriyatlarining egilik huquqini tortib oladi. Xitoy 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Sharq Turkiston xalqini barbara mustamlikasiga aylantirdi. 2014-yildan boshlab Xitoy Xalq Jumhuriyati millionlagan turk xalqini tutqun qilib, jazo lagerlari va turmalarga solib, majburiy emgakka soldi va tug'mas qilib etish, diniy va kultural meroslarni sistemli turda yo'qotish, 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turk yoshlarining organlarini sug'urib olib, o'ltirishdek chekidan oshgan vahshiy usullar orqali keng ko'lamda irqiy qirg'inchilik yurgizish faoliyatini qanot yaydirdi. Bu rəhimsiz hərəkət orqali Xitoy Sharq Turkistonni mustamlika qilib qolmay, kelgusidagi qo'shni O'rta Osiyo davlatlariga kengayish va
ishg'ol qilishdagi strategik bazaning sahnasi sifatida qo'llandi. Atalmış əbədi yaxşı qoşma və həmkarlıq kelishimnamasi yangidan shakllantirishning qonuniy yo'lanchikidir. Astana xitobnomasi iqtisodiy boylik, raqamlik ul asliya, ichki bexatarlik va rayon munosabatlarida Xitoyga muqim, qat'iy, mangu bog'lanishdek kuchli signal berdi. Xitobnomaga imzo qo'yish va shartnomaga amal qilish orqali O'rta Osiyo Jumhuriyatlari egilik huquqidan unumli voz kechadi. Mustaqil davlat sifatida harakat qilmaydi. Kun sayin kuchayotgan Xitoy imperiyasining avtonomik rayonlariga o'xshab qoladi. Funksiya, boshqarish va strategik moslashish jihatda ikkinchi o'rinda turadi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi O'rta Osiyo davlat rahbarlari o'z davlatining bexatarligini kapolatga ega qila olmaydi. Faqat Xitoyga bo'yin egadi. Egilik huquqini ul asliya qurilishlarga, o'rlikni yordamga, milliy g'ururni, davlatning shon-sharafini beqindiliqqa tegishmoqda. Sharq Turkistonning boshiga kelganlar ayrim bir tragediya emas, barliq O'rta Osiyo davlatlari uchun planlangan dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Ostona xitobnomasi va shartnomaning qonunliqligini qat'iy rad qiladi. Bular Xitoy jahongirligining rayondagi moslashish saxta bayrog'i ostida hokimiyatini kuchaytirish uchun laylangan jug'rofiylik siyosiy qurollardir. Sharq Turkiston surgunda hukumati demokratik davlatlar, xalqaro qurilishlar, fuqarolar jamiyatini Xitoyning bu o'rinlashtirish ijroatlarining mohiyati bilan tanishga, ya'ni Xitoyning taraqqiyot tili bilan niqoblangan Xitoy imperializmining yengillanishi sifatida qabul qilishga chaqiriq qiladi. Bu bir diplomatiya bo'lmasdan, balki nihoyatda ustunlik bilan o'z manfaatini davlat manfaatidan ustun qo'yadigan yerlik hokimiyatning jinoyat o'rtoqligi ostida bajarilayotgan jahongirlikning kengayishidan iborat. Bu halqалық paytda Sharq Turkiston surgunda hukumati tuvandagidek jiddiy talabda bo'lindi. O'rta Osiyo hukumatlari va xalqi ikkinchi bir Sharq Turkistonga aylanib qolmang. Bizning olimizdan ibrat eling. Egilik huquqingiz va mustaqilligingizning yo'qotilishiga qarshi turing. Iqtisodiy va'dalar badaliga qilinayotgan egilik huquq savdosini rad qiling. O'z mustaqilligi uchun emas, balki O'rta Osiyodagi barliq davlat xalqlarining mustaqillik va erkinligini Xitoyning hukmronligidan saqlab qolish uchun kurash qilayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlaringizni qo'llab, ularga yordam qiling. Sharq Turkistonning mustaqilligi milliy ehtiyoj bo'lib qolmasdan, O'rta Osiyoning kollektiv bexatarligi va kimligining oldingi sepi. Faqat erkin va egilik huquqli Sharq Turkistonlar Xitoy jahongirligining to'siqi va O'rta Osiyo davlatlarining egilik huquqi va mustaqilligining kafolati bo'la oladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati barliq Sharq Turkiston, O'rta Osiyo va uningdan boshqa rayonlardagi Xitoy jahongirligiga qarshi turish va uni yo'qotishga va'da bergan barliq sheriklar, hukumatlar, organlar va fuqarolar jamiyatlari bilan hamkorlashishga tayyor dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur bayonoti ijtimoiy axborot vositalarida keng turda xabar qilindi. Tribunal xabar tori, Buyuk xabarlar tori 18-iyun kunidagi xabarda tafsiliy xabar qildi. Cho'ng masala Big Issue xabar torining 15-iyun kunidagi Xitoyning atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida yuz bergan ishlar azob-uqubat va zo'ravonlikdan iborat degan temada e'lon qilingan xabarda Xitoyning kasbiy ma'rif va tarbiyalash markazlari deb ism qo'yib olib, millionlagan Sharq Turkistonliklarni tutqun qilib, qamab, chekidan oshgan qabih vositalarni qo'llanib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi. Buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022-yili og'ir inson haqlari dafsandichiligi, ondan ortiq davlatning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligi tafsiliy bayon qilingan bo'lsa-mu, muhim nuqtalar yanada gavdalantirilgan yoki tushib qolgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga 15-iyun va 17-iyun kunlari ayrim-ayrim holda to'liqlam berib mundaq dedi. Xitoyda elib berilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir qismi sifatida har yili 25 mingdan 50 ming atrofida yosh Uyg'ur ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Xitoyning o'lim lagerlarida a'zolari uchun o'ldirilib, tini parchalanadi. Agar bu boshqa joyda yuz bergan bo'lsa, dunyo buningga g'azabini bosolmagan bo'ladi. O'tgan yili Etan Gotman apandi Xitoyning Uyg'urlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining eng rayimsiz tarafi ustidagi bayqashlarni o'rtoqlashdi. Undan avval u Amerika majlisida guvohlik berib, Sharq Turkistondagi 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarining har yili a'zolari uchun o'ldirilganligi 2025-yili sonning ortib 175 mingdan oshganligini sharhladi dedi.
Türkiye'nin Çanakkale urushida harbiy qismga yangidan askarlar keladi. Sirri Efendi ismli bir yüzbaşı askarlarni ko'zdan kechirayotganda Chechining bir tutamiga xina qo'yilgan bir askarni ko'rdi va "O'g'il olimi xina qo'yamdi" deb chaqchaq qildi. Askar "Men bu yerga kelishdan ilgari onam xina qo'ygan, sababini bilmayman" deb javob berdi. Qo'mondonning talabiga binoan u onasidan Chechini nima uchun bo'yganligini so'raydi. Onasi maktubda shundoq yozadi: "Ey ko'z nurim Hasan, ichimda yolqindek yonayotgan vatan muhabbati turib, biz kentimizda rohat o'tira olamdik. Sen cho'ng ajdodingdan, dadangdan kam emas. Men sening onang. Bizni Alloh yaratdi, vatan cho'ng qildi. Alloh vatan uchun bizni oziqlantirdi. Sen bu oilaning tanlangan qurboni. Hasanim, amaldoringga ayt. Bizning kentda qurbonlik qilinadigan qo'ylarga xina qo'yiladi. Men seni avlodlarimning orasidan vatan uchun qurbonlik qilishga atadim. Shunga Chechinga xina qo'ydim. Alakmulla, Alloh seni Ismoil payg'ambarning yo'lidan ayirmasin. Farishtalar seni hozirdan boshlab rahmat bilan aslaydi. Anang Xadijadan." Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.